Ey, nimenga katta ketasan? Nimenga katta gapirasan? O'zi otangni, onangni kapanini qilib berganmisan deguvchi yo'q. Bechora 1000 so'm, 2000 so'm qilib, pensiyasidan oshirib, tishini kavagida saqlab, kapanini qilib, niniydi, angishoniydi, sovuniydi qilib, yug'uchini puli, qabristonni puli, o'lim tigim deb durraga tugib, tokchaga qo'yib, qo'ni qo'shnilarning orasida o'lim tigim to'liq bo'ldi desa, ertamasmi desa, tasbih aytib turadi degan ham shu ota-ona bo'ladi. U xotirjam bo'lyapti. Nimaga? Shuncha bolamni o'qimishlik qilaman deb tiyinini tiyinda, so'mida so'mda qilib, yo'l kirasiga, abetiga pullarni berib, kontraktini to'lab, bola o'qimishlik bo'lganda, hunarmand qilaman, nonini butun qilaman deb, bola hunarmand bo'lib, noni butun bo'lganda, yilda bir marotaba bosh oyoq ustivosh qilib bermagan bu bolalar ertaga o'laydigan bo'lsam, shu kapanim ham sansala mansala bo'lmasin deb bechora kapanini qilib qo'ysa, maqtanchoqligimizni qarang, otamni qarang, otamni kapanini ham qilib qo'ygan ekan deb qiladi.